Assalomu alaykum yurtdoshlar, kanal kuzatuvchilari. Bugungi lokatsiyamiz Sputnikdamiz 31-maktab yonida bir etajli hovli joyim sotib olganlar. Sizlar bilan shuni ko'rib danışib chiqamiz. Eldan kichkina bog'i bor, tenda garaj ham bo'ladi. Yurtdoshlar eldan ham siyasha bo'lib turibdi. Uyimiz tayyor, do'rga besaladon oladi. Birinchi chetdan tushuntirib danıştirib boraveramiz. E'tibor beramiz yurtdoshlar. Berimizda yana qo'yni mashina girib turadi. Geyinlik ham zo'r, badanlik ham normalni. Berimiz ham otap yana o'tgan. Siyasha bo'lib turibdi. Eshigimiz elda yurtdoshlar atızımız bor, suvlarımız atılıp turibdi. Ko'cha eshikimiz keşiflik qo'yilgan ekan. Bismillah. Kelganimizdan dalan. Patoqlarimiz ham shunday bizatilgan yana. Uyimiz balandlik ham общем gap yo'q. Kvadratdan 160 kvadrat ekan. Birga aytib ko'rib danışib boraveramiz. Kirganimizdan chap qo'limizda yana omonliklarimiz tashalgan. Yon tarafimizda yana girish qismi. Kirganimizda o'ng qo'limizda yana zal tushgan. Tey garaj. Berimizde zal mehmonxonasi yana. Hem bir boydan chiqib turibdi. Patoqlarimiz ham shunday chiroyli bizatilgan bo'ladi. Sputnikdamiz 31-maktab yonida. Liniyadan общем muammo yurtdoshlar. Почти yo'la yaqin yerda 100 metrmi 150 metr yursangizlar yo'lga chiqasizlar. O'ng qo'limizda xonadon tushgan. Berimizda yana spalni. Şpakülü fiyatı tutayım. Yan tarafımızda yine kuxnyası. Kuxnyamız keng. Aboydan çıkıp turibdi yine. Xalasada ortada üstündeki üst koyup otursan bo'ladi bemalol. Kengligi zo'r. Yan tarafımızda yine bir spalni yine. İki spalni, bir zal tushgan, bir dalan bo'ladi yurtdoshlar. Bu yerda sanuzelimiz. Ataplarımızdan beri o'rnatilgan yine. Patoqlarimiz plastik. Vandan sonra içeceğimiz bir yedi. Aktivlerimiz kafir, polni. Yan tarafımızda kichkina bog'imiz ham bor. Foydalansanızlar bo'ladi bemalol. Shashlik pishirsangizlar ham bo'ladi. Yurtdoshlar, narxini e'lon olsak, narxi 580 million. Kim ham ma'qul bo'lsa, ekranimizda berilgan nomerlarimizga chiqaverasizlar. Sotiladigan uylaringiz bo'lsa, bemalol telefonga sotishga yordam beramiz. E'tiborlar uchun rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.